Kelinni sotgan qaynona. Hikoya bo'lgan voqealar asosida yozilgan. Eshitdinglarmi? Azizjon yaqinda uylanayotgan ekan. Voy, o'zimizning Azizjonmi? Qaysi? Ano Nargiza Satangning o'g'limi? Jim bo'ling, Azizjon. U ayolning o'gay o'g'li. Nargiza Satang hech qanaqa onasi emas. Men qayerdan bilay? O'zi shu ayol qaytib bu yerlarga kelib qolgan-a? Umi? Xudo rahmatli Anvar aka xotinlari vafotidan keyin shu ayolga ilakishib qolganda. Erga tegib ham qo'yilmagan bu ayol endi qarib chirib hech kimga keragi bo'lmay qoldi. Azizjon yaxshi bola. Qo'ldan kelgancha hammaga yaxshilik qiladi. Katta bo'lguncha o'ga onasining qilmishlariga chidab yurdi. Mana o'qishga kirdi, ishga kirdi. Kelinim ham o'zi kabi yetim ekan, birga ishlashgan. Ikki yorti bir butun bo'lsin-da. Aytganingiz kelsin egachi. Aziz aka, to'yimizni ixchamdagi qilib o'tkazaylik. Kam xarajat bo'lsa yaxshi-da. Mayli, faqat yaqinlarni aytamiz. Asosiysi ikkimiz baxtli bo'lsak bo'ldi-da. Sizni sevaman Aziz aka. Men ham seni sevaman gulim. Gulzoda, senga aytmoqchi edim, to'ydan keyin ishlamasang, qatnab ishlash qiyin. Yo'l uzoq. Aziz aka, ikkimiz qatnab ishlayveramiz. Meni yo'rig'im boshqa. Men erkak kishiman. Oilamni boqishga kuchim yetadi. Ijaraga chiqsakchi? Guli, ota-onam yashab o'tgan uyni tashlab keta olmayman. Yana bilasan, o'gay onam ham bor. Unaqa demang. Onaning o'gayi bo'lmaydi. Hamma onalar mehribon. O'zing aqllisan-da gulim. Kichkina shahar monand qishloqchada karnay-surnay sadolari. Bugun 2 yoshning nigoh to'ylari. Bazmgoh to'y avjida. Davra to'rida uzukka ko'z qo'ygandek Aziz va Gulzoda ikkisi o'tirishibdi. Mehmonlar kelinning husn jamolini ko'rib hayratda. Oy desa oydek, kun desa kundek. Sutdek oq yuziga qop-qora qoshu nayza kipriklar. Kulib turgan g'uncha lablar, qora ko'zlar. Kimdir bu go'zalga havas bilan qarasa, kimdirlar esa hirs bilan boqardi. Yashag'ar Aziz, shunday go'zal qiz sening yoring, deb ochiq aytguvchilar bo'ldi. Xullas, maqtasa ko'p xislatlari bor go'zal kelin va ko'rkam kuyovlar. To'ylari tugab, ikkisi baxt ostonasi chimildiq sari ravona bo'lishdi. Bu yerga kelganda ko'pchilik avtordan ehtirosli o'ylar kutardi kerak. Lekin siz va boshqalar chimildiq oqshomidagi voqealarni ko'p va xo'p o'qigansiz. Bu ham xuddi ular singari oddiygina visol oqshomini o'tkazishdi. Yangilarga oqlikni berishgach, qolgan rasm-rusumlar o'tkazildi va bu xonadonda hayot yana o'z izmiga tushdi. Nargiza opa Azizning o'gay onasi. Xushsurat keliniga qarab, o'zining yoshligini ko'rgandek bo'lardi. O'zi ham shunaqa suluv, qosh, ko'zlari qora, qomatlari kelishgan ayol edi. Xushtorlari ko'pligidan sanab sanog'iga yetolmasdi. Iloji bo'lsa har tunni boshqa erkak qo'ynida o'tkazsam, deydigan shayton izmiga yurgan ayol edi. Mana, qarib hech kimga keragi bo'lmay qoldi. Shunda ham eski xushtorlari onda-sonda yo'qlab turardi. Albatta, Aziz uyda yo'q vaqtlari uy uning xushtorlari uchun maishatxonaga aylanardi. Fohishalar va zinokor erkaklar tez-tez tashrif buyurardi. Ular bahona Nargiza ham o'z maylini qondirib olardi. Qish o'tib kunlar uzaygach, Azizning ish soatlariga yana qo'shimcha qo'shishdi. Endi Aziz avvalgidan ko'proq ishlardi. Shundoq bo'lsa ham xotinining oldiga har tuni yetib kelardi. Gulzoda ishlaydiganda Aziz rozi bo'ldi-ku, Nargiza opa rozi bo'lmadi. Men tarchab qolayapman. Uy ishlarida yordam beradi, deb olib qoldi. Ne bo'ldiki, Azizni qo'shni viloyatga 2 haftaga korxona filialiga o'tkazishdi. O'sha yerda yangilarga ish o'rgatishi uchun. Aziz ko'ngli chopmay onasi va xotini bilan xayrlashib, yuklarni olib ketdi. Nargiza opa o'g'li ketgach ko'ngliga yana shayton g'ulg'ula sola boshladi.
Kararoqda choy ichib o'tirarkan kir yuvayotgan keliniga qarab turib, ko'ylak ortidan ko'rinib turgan durkin ko'kraklarga ko'zi tushib, hirslari qo'zg'ib ketdi. Kallasida nimalarnidir o'ylab, hammomga kirib ketdi. Biroz yuvingan bo'ldi-da kelinini chaqirdi. Gulzoda kelin, boqta qarang. Labbay oyijon. Qizim keling, orqamni eshitib bilan ishqalab boring. Qo'lim yetmayapti. Gulzoda qandoq bo'larkin deb turganda ichkaridan eshik zulfi tushirilib, qaynonasining ovozi keldi. Kelin, ichkari dim kiyim ilgichda halat turibdi. Kiyimlaringizni yechib o'shani kiyib kiring. Bo'lmasa terlab tashqariga nam kiyim bilan chiqsangiz shamollab qolasiz. Keyin Azizjondan baloga qolmay tezroq kiring, issiq qochib ketmasin, dedim. Gulzoda o'ng'aysizlanib qaynonasining noodatiy buyrug'ini bajara boshladi. Atlas ko'ylak lozimini yechib, ustidan eliqlik turgan kaltagina badanni zo'rg'a berkitadigan harir halatchani kiyib ichkariga kirdi. Xira yoritilgan hammom ichida yalang'och qaynona va kelin turardi. Nargiza opa uning katta oppoq sonlatiga qarab turib, ichi qizib ketdi. Qaysidir ma'noda o'g'liga havas va hasad ham qila boshladi. Tiniq teri va oppoq badan, ko'kraklar tarsillab turibdi. Bu endi Nargiza opaning qarashlari. Shunday ayol quchog'ingda bo'lsami, deb qo'ydi ichida. "Man qizim", deb tortinib uyalib turgan keliniga g'isht parchasini berarkan, o'zi orqaga o'girildi. Gulzoda asta qaynonasining ortini g'isht bilan ishqargani pasroq deb dumbalarigacha keliniga ushlatib ishqalattirdi. Gulzoda qaynonam-ku deb g'alati bo'lsa-da aytganini qilaverdi. "Kelin, bir ikkimiz hammomga tushdik qani siz ham o'giriling, orqangizni ishqalatmayman." "Oyi, menga shart emas." "Kelin, o'giriling, noz qilmang. Azizjon 2 hafta bo'lmaydi, kimga ish qilatasiz?" Nargiza o'zining gapi nasha qilib xiringlab qo'ydi. Qaynonasidan bunaqa gap kutmagan Gulzoda duv etib qizarib ketdi. Nargiza esa bemalol kelinining xalatini yechib ilgichga eldi. Gulzodani orqaga o'girib, byuzgalterining iplarini tortdi. Asta sovunlab silliq badanga qo'lini yugurtirarkan, xayolida shum niyatlar tuza boshladi. Nargiza asta g'isht bilan ishqalagan bo'lib, kelinning badanlarini saypalab dumbalarigacha tushdi. Boya o'zi qaynonasining dumbalarini ishqalagan Gulzoda indamay turaverdi. Hammomda bir-birini cho'miltirgan qaynona kelin orqa maketini yerdan chiqishdi. Nargiza achchiq ko'k choydan piyolani to'latib icharkan, shu kelini orqali yaxshigina pul topishni o'ylab boshladi. Ha, u shayton quli, zinoni kasb bilib, undan or qilmas darajaga yetgan bir manfur ayol edi. "Alo, Qahhor aka, men Nargizaman." "Ha, jonim, bir eslab ham qo'ymaysiz? Bo'ldi, bugun kechqurun keling, o'zim sizni xursand qilaman. Ha, faqat quruq kelmang, o'ldirman sizni." "Bo'pti, pahlavonim, sizni o'pib qolaman." "Alo, Gulzoda, yaxshimisiz?" "Alo, Aziz aka, sizmi?" "Ha, mendan xavotir olmang, o'zingiz yaxshimi?" "Xudoga shukr, ishlab yuribman." "Seni sog'indim jonim." "Men ham begim. Seni sevaman." "Men ham." "Xo'p, Aziz aka, keyinroq gaplasharmiz. Oyim chaqiryaptilar." "Xo'p." Gulzoda kelin bugun mehmon keladi. Chiroyligina qilib dasturxon tuzab, bitta palovxon tavrani qozonga bosib qo'ying qizim. "Xo'p bo'ladi oyijon." "Ha, keyin ozgina o'zilga qarab pardoz-andoz degan. Xo'p oyijon." Gulzoda qaynonasining fe'li g'alatiroqligiga ko'nikolmay qiynalardi. Kecha hammomda qilgan ishi, bugun esa kimgadir meni ko'zlamoqchi. Ha, nima bo'lsa ham oxiri baxayr bo'lsin-da. Gulzoda aytilgan ishlarga unnarkan, xayoliga eri Aziz keldi. Rostdan uni sog'inibdi. Ko'rishmaganiga ham bir haftadan oshdi-da. Boshliqlar ham g'alati, yangi uylangan bola bo'lsa deb ham o'ylashmaydi. Gulzoda o'zining gapidan o'zining kulgisi ketib ketdi.
Kechqurun ishlarini tamomlab katta ko'zgu oldiga o'tirib pardoz andoz qila boshladi. O'zi ham shaharda o'qib ozmi ko'pmi ishlagani uchun ham bezanishni joy-joyiga qo'yib qo'yardi. Yangi atlas ko'ylagini kiyib, ko'ziga surma tortib, chiroyiga chiroy qo'shib qaynonasining oldiga chiqdi. Nargiza opa uni ko'rib, ichida bay, bugun Qahhor aka rosa mazza qiladigan bo'ldi-da, narxini 2 barobar olaman. Bunaqa hurliqolarni har joydan ham topib bo'lmaydi, deb qo'ydi ichida. Keling, sizga gap yo'q. Juda go'zalsiz, deb maqtab ham qo'ydi Nargiza. Atlas ko'ylagidan bo'rtib turgan ko'kraklar kecha o'zi hammomda ushlagan katta dumbalarni yana bir bor ushlab rohatlangisi keldi. Shu vaqt oldindan kelishilgan odam Qahhor aka eshikdan kirib keldi. Qahhor aka shu qishloqdan rayonda qassobchilik qilardi. Ayollarga suyagi yo'qligidan xotini tashlab ketgan. Ikkita o'g'lini o'zi bilan olib qolgan, ular ham ota izidan yurishgandi. 50 ni urib qo'ygan bu qorindor tepakal odamni biror marta ko'rmagan Gulzada hayron bo'lib qoldi. U kutgandi, qanaqadir ayol qarindoshlar keladi deb, qaynonasi shu odam uchun meni bezanishimni xohlaganmidi? Lekin nima uchun? Keling bu yoqqa qaqqayib turmang. Qani bir Qahhor akangizga salom beringchi. Gulzada boshiga zar ro'molini yopib, Qahhor akaga 3 marta egilib salom berdi. Yer ostidan u odamga boqarkan, unga g'alati nazar ila boqayotganini ko'rib, qo'rqib ketdi. Qaynonasi ikkisi xiringlashib mehmonxonaga kirib ketishdi. Gulzada esa oshxonaga o'tib, dimlangan oshni qarab, tayyor bo'lgach, laganga suzib mehmonxonaga kirdi. Xonani aroq hidi tutgandi. Dasturxonda ochilgan shisha. Keling siz ham o'tiring, gap otdi Qahhor aka. Rahmat, sizlar bemalol, meni qiladigan ishlarim bor edi. Ish qochmaydi. Keling biz bilan bir osham osh oling. Bu Qahhor akangiz bilan tanishtirib qo'yaman. Gapga aralashdi qaynonam. Gulzada qaynonasining aytganini majbur bajardi. Siz hayron bo'lyapsiz, bu odam kim deb. Bu odam sinfdoshim Qahhor. Sizga Qahhor aka bo'ladi. Alabbay, Qahhorjon, nima deysiz, to'g'rimi? To'g'ri Nargizaxon. To'tta to'g'ri. Qizargan burnini ishqab qo'ydi qassob. Mayli Gulzada, ishingizni qila qoling. Qaynonasidan ruxsat olgach, tashqariga chiqib bir yengil tortdi. So'nggi paytlarda qaynonasining g'alati fe'l atvori uni ajablantirayotgan edi. Qorong'u tushib, endi o'rniga cho'zilaman deb turgan Gulzodani qaynonasi chaqirib qoldi. Labbay oyijon, qizim, borin ano sinfdoshim uxlab qolibdi. Mast edi. Ustida yangi ko'rpa bor. Tag'in qusib rasvo qilmasin meni. Negadir boshim aylanyapti. Borib shu ko'rpani yig'ib qo'ying. Xo'p, oyijon. Qaynonasining yana bir g'alati buyrug'ini istar-istamas bajarish uchun mehmonxonaga yo'l olgan Gulzada hayron edi. Nahot qaynonasi kelinini begona erkak yotgan xonaga kiritsa?